Assalomu alaykum hammaga. Bizga mebelning bo'lgan kalonkамызdan yana kelishdi, davom etyapti. Mana ko'ringlar, K12 modelimiz kelgan BAP brendimizdan. Bu kalonkамызdan oldin ham kelgan edi, yana kelishdi, davom etyapti. Ko'pchilik olishga ulgurmay qoldi. Bu safar endi olganlar juda mazza qilishadi. Nimaga desanglar, oldingisida mikrofon bitta edi, hozir bunda ikkita mikrofon bilan kelgan. Chastotalarni ko'rib turib, bas, stereo hammasini regulировка qilsanglar bo'ladi. Bu kalonkамызdan bemalol karaoke qilib, televizorlarga ulab ishlasanglar bo'ladi. Dacha sezonlari boshlanib, dachalarga qo'ysanglar, kafe, mini barlarga o'zinglar uyda qo'yib qo'ysanglar ham juda chiroyli chiqarib beradi. Uncha katta kalonkalardan ovozi kuchli chiqqan bu kalonkamiz bo'yi 60 sm, vati 90 wattlik bo'ladi. Bemalol karaoke qilib ashula aytaverasizlar. Ovozini eshitib ko'ringlar. Shalarga bor agar sevsa seni, mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq, oshiq u bemor.